Bittasi birovga eshak sotibdi. Eshak sotayotganda bir shart qo'yib qo'yibdi. Shu eshagimiz salqini menga kerak debdi. Masalan, qolgan keyin aytib beraman. Deb aytib berdi u kishi. Bir yerga borib oyatdan, hadisdan rasa masala qildi bittasi. Birov WhatsAppga olib, ikkitasi uxlab nima deyapti, ana deb yetim deyapti endi birov. Sen yetim emassan. Shunda turib o'rnidan turib keyin hali eshakni masalasi endi ketyapsa, keyin jamoat aytdi: "Hey, domla, eshakni ko'lankasi nima bo'ldi? Eshakni ko'lankasi nima bo'ldi?" debdi. "Hey, qiziqchi ekansizlar sizlar" debdi. Qur'ondan aytyapman. Mana hammasi men qarab turibdi endi jamoat. Qur'ondan aytyapman, hadisdan aytyapman. Eshakni ko'lankasini nima qilasan debdi. Biz shunaqa jamoat ekanmiz. Falonchi ajrashib ketdi, kimmi? Qanaqa nima bo'ldi deb ketaveramiz. Xudo aytdi desa, mayli, sadaqallohu azim, ballaga rasulil karim deb o'tiramiz. Hurmatli jamoat, bu endi nima deydi? Tomosha. Biroq chindiqqa jarasha deydi qirg'izchasiga. Hazil qilib qo'ydi-ku. Endi deydi, shu masalani to'xtatib, keyin yo'lda ketyapsa, "Ey, falonchi, eshakni ko'lankasi nima bo'ldi?" debdi. Biz xalq, odamlar shuni ko'p qoldi, hurmatli jamoat. Qur'ondan, hadisdan aytsang nima qiladi? Xuddi hamma yo'lni bilganda eshitdi. Eshakni ko'lankasiga qiziqib turib, bilmayman nima bo'lganini.